Assalomu alaykum azizlar. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsam duolar mavjudmi? Odamlar tomog'idan oldiriladigan har xil narsalar aslida mavjudmi? Yo'q, mavjud emas. Instagramda men buni aytib o'tdim. Endi shunga izoh bermoqchi edim. Negaki biz Allohning nazoratidamiz. Arqonning bir uchi Allohning qo'lida, ikkinchi uchi Qur'onda. Qur'onda Fussilat surasining 22-oyatida butun tana a'zolari insonga qarshi chiqishi haqida bayon etilgan. Xo'sh, sizni og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, har xil kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, nega sizga tanangiz qarshilik qilyapti? Hech o'ylab ko'rdingizmi bu qarshilikni? Dori-darmonlar davolanishni bir qismiga kiradi. Qur'on ikkinchi qismiga kiradi. Agar 3 qismga bo'linsa, Qur'onda insonni asl tabiati haqida berilgan. Biz Qur'ondan chiqib ketsak, Qur'onni ilohiy qonunlaridan chiqib ketsak, ana shunday tanamiz bizga qarshilik qiladi. Sog'ayish uchun Qur'onga rioya qilishimiz kerak. Yana bir qismi ovqatlanishga rioya qilishimiz kerak. Ana shu 3 qismga bir tarilgan 3 bo'lakka bo'lib, ana shu 3 etapda olib borsak, og'riqlar bizni tark etadi. Marhamat, agar kimni nima bezovta qilayotgan bo'lsa, arabchasini o'qiy olmasangiz o'zbekchasini o'qing. Har bitta so'zini anglab yetib o'zingizni tahlil qilib chiqing. Duolarga keladigan bo'lsak, ular hech qachon mavjud emas dedim. Mavjud bo'lmaydi ham. Chunki bizni farishtalarimiz bor. Yaxshi yomon amallarimizni bajarib turadigan farishtalarimiz bor. Ana shu yomon nimalarimizni yozadigan farishtalarni yomon tomoni kengayib ketsa, tana qarshilik qilib boshlaydi. Biz anglamagan, biz sezmagan tomonlarimiz aslida. Inson insonga duo qilib nimadir qilib qo'yolmaydi. Unday qudratga ega ham emas. Chunki mantiqiy o'ylab qarasa ham, hozir qo'pol bo'lsa ham, naskisini ham kreditga olib kiyinadigan zamonda kimni ortiqcha puli bor ekanki, sizni duo qilib shu darajaga olib kelib qo'ysa, hech qachon bo'lishi mumkin emas. Bu inson unday qudratga ega ham emas. Kimnidir chetib kasal qilib yotqizib qo'yadigan darajada farishta emas inson. Marhamat, buni faqat o'zingiz yengasiz, o'zingizni o'zingiz davolaysiz. Bunga faqat